Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 4-mart. Ochiq dalaga ham pomidor ekamiz, xudo xolasa. Ochiq dala pomidori. 1 gektardan ziyodroq joy bor. Mana bu xonacha qilganmiz. Bu 35 tonnalik suv zaxiramiz. Adaxarankadan keladi, qorda suvi. Bu tomonda ham yerlarimiz bor. Kapelni montaj qilganmiz, o'q ishlanglar deymizmi, shularda kapelni tortamiz. Bu yoqda kapelni ishlanglar. Hozircha yomg'ir. Yerda motor, oziqa bak qo'yamiz. Shu oziqada tortadigan qilganmiz. Divizok bor. Shunaqa ochiq dala pomidorlarni qo'yib boramiz. Hozircha shu. Yomg'ir to'xtab turibdi hozircha. Shu kapelni ishlanglar tortib, podplyonka qilinib, ustiga duga tortiladi. Ertaroq chiqarish maqsad. Hozircha shular bizda.